Yaxshi, men biznesni to'dasini topdim. Endi bu biznesdan foydalanib men millioner bo'lib ketaman. Yoho! Barchaga assalomu alaykum. Tushunmadim. Jetel nima gap? Jo'xa, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, o'zing ham yaxshimisan? Rahmat, menga yordam bervolaysanmi? Senga qanaqa yordam berishim mumkin? Og'zingdagi suvingni tozalab qo'yaymi artib. Yo'q, menga boshqacha yordaming kerak. Bu yoqqa kelganda ortimdan. Kelyapman, bu yerda nima bor sandiqda? Ochib ko'rchi. Oho, nima qilmoqchisan bu narsalarni? Qishloqda sartaroshxona ochmoqchiman. Jetellarni sochini olmoqchiman. Zo'r biznes o'ylab topibsan, qoyil lekin. O'shanga menga iltimos sartaroshxona qurib ber. Bo'ldi, gap yo'q, qurib beraman. Mayli, sen borib unda ishlaringni ko'raver. Keyinroq senga bitta gap aytaman. Qanaqa gap aytasan axir menga? Boraver, aytaman keyinroq. Mayli, Jo'xa, mana bu instrumentlardan foydalanib qur. Bu instrument emas, material deyiladi. Bo'pti, keyinroq kelaman, Jo'xa. Bo'pti. Короче, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa vasla yangi videodasizlar. Albatta kanalga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki juda ham qiziqarli voqea bo'ladi. Ko'rasizlar, sartaroshxona qurib ber deydi. Jetellarning sochi yo'q, jetellar kal bo'ladi. Bu nima qiladi sartaroshxona qurib? Mayli, menga ham qiziq, qanaqa sochini olishi, shunchaki qurib ber dedi va men ham qurib bermoqchiman. Hozir esa tezda poliz ekinlarni yig'ishtirib olaman va buni sizlarga albatta ko'rsatmayman, chunki o'tkazib yubordim mana. Poliz ekinlarimni yig'ishtirib bo'ldim. Xo'sh, qancha tez yig'ishtirsam sizlar videoni asosiy qismini shunchalik tez ko'rishinglar mumkin. Faqat videoni oxirigacha ko'rish kerak, chunki qiziq joylari oxirida bo'ladi har doim. Xo'p, hozir qayerdandir sartaroshxona qurishni boshlashim kerak. Bu yerda instrumentlari bor ekan, o'zini olmosli. Bu jetel tentak bo'lgani bilan o'zi shuncha narsasi bor ekan. Nima qiladi yana sartaroshxona ochib? Davud tentak bo'lgani uchun ham sartaroshxona ochmoqchi. Hozir bir ikkita narsalarni bu yerdan olib turib, sartaroshxonani qurishni boshlayman. Lekin qanaqa tartibda qurishni o'ylab ko'rganim yo'q. O'ylab o'tiradigan narsa emas deb o'ylayman menimcha. Hozir 1-2 minut ichida qurib bitkazaman. Bu yerda namja narsa ko'p, qayerdan qursam ekan? Mana shu tekisroq joydan qurish kerak. Qayerdan? Mana shu yerda juda ham tekis joylar bor. Yo'q, u yoqdan qurmasam ham bo'ladi. Qayerdan qursam ekan? Birorta joy topish kerak normalroq. Mana shu yerdan qursam bo'ladi. Juda ham keng va hamma qishloqlarni uyi ko'rinadigan joy. Mana shu yer kakras. Qishloqni sentrdan sal narirog'i, atak sentrga yaqin joy. Jo'xa, nima gap? Bor uzoqda o'ynagin, men bu yerda sartaroshxona quraman. Jiddi bo'lsa, kim sochini oldiradi? Jetel, senlar oldirasanlar. Bizda soch yo'q-ku, biz kalmiz-ku. Men bilmasam, bitta jetel bor-ku, tanishlaring o'sha qur deydi menga. U tentak o'zi. Shu tentakmi bilmadim, balki biror narsa ham bilar rostdan ham. Mayli, короче, menga qiziq qanaqa qurishi, ya'ni qanaqa odam sizlarning sochinglarni olishi menga juda ham qiziq. O'shaning uchun hozir qurib bermoqchiman. Quraver, mayli, oxirida ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Menga ham qiziq o'sha. Hozir tushib ketdim, mayli, nichivo qaytib borib chiqaman bu tomonroqdan. Qayoqdan daraxt bilan birlashtirib yuboraymi? Yo'q, juda ham katta qilib quraman, qaranglar. Maza qilib sochini olsin, hamma onasini emsin. Chunki u jetel bor, orzusida menimcha, u orzu qilganmi sartarosh bo'laman deb, yo boshqa nimadir rejasi bo'lganmi, hayronman. Hozir men uni aytganini qilgan holatda chiroyli qilib, takkoy qilib, dahshat qilib sartaroshxona quraman. Xo'sh, endi mana bunaqa qilib atrofini o'rab chiqdim. Devor qismini toshdan qilib chiqaman. Birinchi va ikkinchi qatorlarini, keyingi qatorlarni ham toshdan qilamanmi, yo'qmi, yo taxtadan qilamanmi, bilmadim, o'ylab ko'rishim kerak hali. Hamma joyini toshdan qilib oldim va polni ham taxtadan qildim. Endi ustki qismini taxta yordamida yopib chiqishim kerak. Ya'ni buni yupqa taxta bilan yopganim ma'qul deb o'ylab qoldim. Chunki yupqa taxta bilan yopsam tezroq bitadi. Mana bunaqa qilib qaranglar, hozir mana shunaqa qilib yopish kerak. Bu yetmasligi aniq. Birinchi bizga taxta kerak, ko'proq more taxta kerak. Mana bu taxtalarni esa mana bunaqa qilib hammasini aylantirib olsak, anchagina yerga ham tushib ketdi inventarimga sig'magandan. Endi mana bu chitdan foydalanib ustini yopib yuboramiz. Bu takansi yetmaydi, chunki bu cheklangan miqdorda qilish mumkin. Xo'p, sartaroshxona shunchalik katta qildimki,
ko'ryapsizlar juda ham katta. Va sizlarga bitta savolim bor, ya'ni sizlarni qishlog'ingizda yoki shaharingizda yoki boshqa yashab turgan joyingizda kattaligi shunchami sartaroshxonani yoki bundan kichkinaroq yoki kattaroqmi? Endi ichini yoritib chiqishim kerak albatta, chunki qorong'u bo'ladigan bo'lsa qorong'u bo'lib qoladi, tushunyapsizlarmi? Tak mana sartaroshxonada bir marta soch oldirish uchun qancha vaqt sarflaysizlar? Ya'ni bir oyda bir martami yo 2 oyda bir martami yoki undan ham tezroqmi yoki har hafta bir martadan soch oldirasizlarmi? Shuni ham kommentariy yozib qoldiringlar. Menga juda ham qiziq. Xo'p, nima qoldi menimcha? Eshikni mana shu yerdan ochsam menimcha juda ham chiroyli bo'lsa kerak, chunki bu Sochi kommunizmning qishlog'iga qaratilgan bo'ladi. Ya'ni Sochi qishlog'i bilasizlar, bizning qishlog'imizga qo'shilgan. Bizning qishlog'imiz oldin отдельный 97-qishlog'ida. Bitta savol yana sizlarga. Men 97-qishlog'ida avvalgi joyiga bormoqchiman, ya'ni eski 97-qishloqqa. Unda bilasizlar, Jack degan shogirdim bor. Jack MK kanali. Hammalaring menimcha ko'rgansizlar, uni videolarida ko'p chiqaman, ishtirok etaman. Короче, o'sha yashayotgan qishloqqa borishimni xohlaysizlarmi yo'qmi? Kommentariy yozib qoldiringlarchi. Men esa juda ham xohlayapman, chunki uni qishlog'i meni eski qishlog'imni juda ham sog'inganman. Yaqinda bormoqchiman o'sha qishloqqa. Borishimni xohlaganlar albatta like bosib kanalga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'rmasanglar vobshe bo'lmayapti. Chunki videolarni oxirigacha ko'rmasanglar YouTube menga nimagadir videolarni rekomendatsiyaga chiqarmayapti. Bu esa juda ham yomon degani. Va takoy chiqdi, menimcha juda ham chiroyli chiqyapti va buni sizlar kommentariyaga baholashinglar kerak, chunki sizlarning fikringlar men uchun doim qiziq bo'lgan. Tak mana bunaqa qilib chiqsam, bu nimaligini lekin tushunmadim to'g'risi. Menimcha shunaqa tursa chiroyli turadi. Buni olib tashlayman, bu yerga turmasin. Buni bu tomonga qo'yayim ekan. Bu tomonga qo'ysam ham baribir bitta tomon bo'sh bo'lib qolyapti. Mayli, hozir mana bu narsa tak oyna, tosh oyna deyiladi bu. Buni oldiga buni qo'yamiz va buni chap tomoni, qani chap tomoni? Olib kelmabman ekan-ku. Nariyada qoldirib kelgandim shekilli. Hozir soatni tak qayoqqa mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Yana nima bor? Bu nima edi bu? Tak bu bilmadim, hozircha bizga kerak emas narsa shekilli. Hozir borib qolgan narsalarni olib kelishim kerak. Men bu yerni taxta qilmabman-ku. Bu yerni ham taxta qilib qo'yish kerak, chunki hamma yoq bir xil tursin. Atak oldini ham toshli qilib chiroyli qilib qo'yishim kerak edi-ya. Xo'p, qaranglar, menga kerak emas narsalarni olib qo'ying, keyin inventarni bo'shatib borsam, u yoqdagi narsalardan ko'proq olib kelsam bo'ladi. Agar hozir to'la inventar holatida borsam, birorta narsani ham ko'tarib kela olmayman. U yoqda juda ham ko'p narsalar bor. Hozir olib kelaman. Mana shu yerda narsalarning hammasi bor. Lekin buncha narsani qayerdan olgan bilmadim. Sindirib olib ketar ekanman o'ylab qarasam, hammasini birdaniga olib ketishning oson yo'li. Xo'sh, tak. Juda ham katta sartaroshxona bo'ldi, lekin bu do'kondan ham katta bo'lib ketdi. Qishloqning narigi tomonida do'kon bor. Ana yoqda o'sha do'kondan ham bu sartaroshxona katta bo'ldi. Bu sartaroshxona emas, market bo'lib ketdi. Tak, market, tak, mana uni yarmini qo'yib qo'yish kerak. Mana aka takoy chiqdi menimcha. Endi qolgan oynalarni ham iloji boricha qo'yib chiqish kerak. Mana bu stolni qaranglar. Yo, takoy bor. Mayli. Ana endi qolgan narsalarni ham o'rnatib chiqish kerak. Mana bu soatmi, nima bu? O'zi bu yoqda soat bo'lsa, menimcha soat sotib olgan bilmasam. Menimcha bu faqat shu bo'sh joy qolmasin deb shunaqa narsalarni olgan. U eshikni qaranglar, temir eshik. Yo, takoy вообще. Buni narigi tomoni mana aka, ikki tomonlama eshik. Juda ham ajoyib. Endi qolgan derazalarga ham mana bularni qo'yib chiqish kerak. Tak, bitta qoldi, ikkita qoldi. Ketdi demoqchi edim. Qoldi. Qayerdan qoladi? Bu ketyapti-ku, qolmayapti. Mana tak buni bu yerga va mana bu yerga va bitta ortib qolganini ortib qolmadik. Mana bu yer bitta ochiq qoldik. Qayerdandir boshqa deraza yo'qmi? Mayli, yo'q ekan. Mana bu qanaqa stul? Bu mana bunaqa stul ekan. Bu oynaga qarab o'tirlar. Qarchi mana oynada o'zi oyna ekan. Men endi tushundim. Tak, mana kay. Yana katta ekan, to'xtaylik, tomonga qo'yib turib, keyin tak, qayer qoldi? Men bergan bitta qo'yib bo'larmikan? Tak, bo'lar ekan. Sho, takoy вообще. Chiroyli bo'lyapti, menimcha juda ham go'zal. Sizlarga yoqyaptimi, yo'qmi? Albatta uni ham yozasizlar. Men bu yerda bunaqa chiroyli yonadigan narsalar bor ekan. Bu qanaqadir ruletkaga o'xshar ekan, g'alati narsa ekan. Bu yonadimi rostdan ham? Yonsa kerak, bilmadim hali ham. Tak, bu bir chair tour nima deb yozib tashlagan. Mana bu musurxona. Tak, musurxonani mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Shuni chiqqandan keyin musor tashab ketadi. Nima musor chiqishi mumkin bu yerdan bilmadim. Mana bu banner. Bu bannerni mana shu yerga qo'yib qo'ysa odamlar qaraydi, o'qiydi, reklamli bannerda u. Xo'sh,
Endi mana bu yerdan yana bir ikkita narsalarni olaman. Yana qanaqa narsalar bor ekan a? Lekin menga rostdan bitta narsa juda ham interesni. U anavi qalay qilib jetellar sochini olarkan a? Ular kal bo'lsa, u nimadir o'ylagan, aniq u tentak bo'lgani bilan, lekin aqlli tentak. Odamlarni boshiga soch qo'yib turib keyin olarmikan yo birinchi park sotarmikan a? No, bilmadim. Nimadir rejasi aniq bor uni. U atak bunaqa rejasi bo'lmasa u hech nima qilmaydi. Tak mana bu eshiklarni o'rniga mana bunaqasidan qo'yamiz. Вообще, mana bu o'ta klassniy bo'ldi lekin. Juda ham chiroyli bo'ldi. No, olib tashlaymiz buni, bu yerga qo'ymaymiz. Chunki g'alati turibdi, to'g'risini aytsam, ichkari tomondan qo'yish kerakmi yoki bilmadim. Короче, buni o'zi chiroyli ko'rinar ekan. U eshiklarni esa boshqa joyga qo'yib qo'yaman. Hozircha menga kerak yo'q. Mana bu banderni esa bu tomonga qo'yamiz. Va juda ham chiroyli bo'ldi, ko'ryapsizlar. Xo'p, buni tak qayerga qo'ysak bo'ladi? Mana bu yerda bitta bo'sh joyimiz bor edi. No, mana soatni olib tashlab turib o'rniga takoy. Вообще klassni. Mana bu yerda soat turadi va soatga qarab sochini oldiradi odamlar. Lekin ana tentak jetel, mana uni qaranglar, bunday zo'r narsalar qayerdan olib kelgan bu? Juda ham zo'r narsalar bor ekan, qaranglar. Mana bu yerga notebookni qo'yamiz, soch oldirayotgan odam notebookda ishlab turib mazza qilib, короче, shunaqa qiladi. Mana bu derazalar ustiga qo'yib bo'lar ekan mana. Tak bittadan boshqa qo'yib bo'lmaydimi? Tak, bo'lmayapti. Buni qo'ymaymiz, короче. Olib tashlaymiz, kerak emas bizga. Yana bir tomondan boshqa hech qayerga qo'yib bo'lmayapti buni nimagadir. Qo'yib bo'lmaydi hamda, chunki tak olib tashlayinda qo'yib bo'lmaydigandan keyin qo'yib bo'lmaydi deb ham qo'yaveraman yana. Mana bu stulni ham qayergadir qo'yish kerak. Mana shu yerda ochiq joy bor ekan. No, yoniga qo'yishga qanaqadir o'ynami yoki nimadir yo'qmikan? Mana bu yerda bo'ldi. Men unga yuz qo'l yuvadimmi, nimadir qiladi-da, yuz qo'l yuvar ekan. Bo'ldi mana aka. Mazza qilib boshini yuvadi. Yuz qo'lni yuvib nima qiladi? Bosh yuviladi bu yerda. Mana bu esa sochiqlar. Sochni boshni quritish uchun, ya'ni bosh bilan sochda nima farqi bor? Konditsioner juda ham chiroyli. Yana nima narsa qoldi? Mana bu yerda bitta stulcha bor ekan. Bu stulchani mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Xullas, menimcha asta-asta qilaman endi bu yog'ini. Va nihoyat qurib bo'ldim. Endi esa uyimdagi ishlarni borib qilaversam ham bo'laveradi asta-asta. Uyimda o'zi menimcha hech qanaqa ish bo'lmasa kerak, borib yotaman faqat. Sizlar uchun video olaman. Menimcha video olish to'g'ri fikr. Короче, keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.